Shuning uchun Hazrati Umar bitta o'g'ri qo'lga tushganda olib kelib qo'lini kesinglar deganda, taqsir kechiring, birinchi marta qilishimni qaytib qilmayman degan. Yolg'on aytyapsan deganlar. Alloh bandani birinchi gunohida sharmanda qilmaydi deganlar. Birinchi qilyapman shu gunohni, bir marta qilib qo'ydim deyaptimi? Sharmanda bo'lgan bo'lsa, biling bir marta qilgan emas u. U ko'nikkan u asli. O'sha qalbidan hayo ketgan o'sha gunohni qilishdi. Keyin Alloh sharmanda qilgan uni. Hayosi tursa Alloh bandani yashiradi. Bandani agar Alloh aybini ochgan bo'lsa, bilingki hayosi ketgan bo'ladi. Alloh o'zi satr qilsin. Agar bizga ham Alloh taolo qanchadir hayo bergan ekanki, alhamdulillah bir-birimizni aybimizni Alloh yashirib turibdi. Ilohim yashirsin oxirigacha. Agar biz aybimizni ochib qo'ysa, bir-birimiz bilan ko'rishmay qo'yamiz. Bir-birimizga qaramay qo'yamiz. Qalbimizni agar ochib qo'ysa, bir-birimiz bilan gaplasha olmaymiz biz. Alloh yashirib turadi, chiroyli tomonimizni ko'rsatib, yomon tomonimizni, xunuk tomonimizni yashirib turadi. Keyin biz bir-birimizni yaxshi ko'ra olamizki. Alloh subhanahu va taolodan hayo qilsa banda ana shunday Alloh uni marhamat qilar ekan. Hatto Lavhul Mahfuzdan o'chirib tashlar ekan gunohni.